Mana kaptar ishqibozlariga juda chiroyli bo'lgan kaptar katagimiz bitdi. Bu katagimizda razmeri uzunligi 2 metr, eniga 1.40, balandligi u 2.30 da o'z ichiga oladi. Kaptar kirib chiqishiga portchkalarini o'rnatib o'tilgan. Eshiklari mana juda chiroyli qilib uyalarni o'rnatib qo'yganmiz. Uyalar soni 38 tadan iborat. Pastiga ham mana portchka qo'yib qo'yganmiz. Yuloq, setra, juvona kaptarlar uchun va tepada ham bor portchkalari. Yo'llariga mana suvlariga vodostokalarni o'rnatib o'tib ketilgan va chekkalariga mana nikkellarni yopishtirib qo'yganmiz. Setkalarga keladigan bo'lsa, setkalari o'sha yaxshi zanglamaydigan yaltiroq setkadan qo'yib berganmiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana kataklarimiz, tayyor kataklarimiz ham bor. Bu katagimiz ham tayyor holatda turibdi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Namangan viloyati 3 tumani Jidakapada joylashgan.